Jamiyatimizning o'smirlari orasida revolyutsion tezlikda tarqalayotgan muammolardan biri bu qizlar va o'g'il bolalar ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro munosabatlar yaratishi. Ya'ni o'sha gap. Bolalar qizlar bilan gaplashadi, aniqroq qizchasi bilan, qizlar esa bolalar bilan. Go'yoki ular hozir sevgidek muqaddas tuyg'ularni tushunib bir-birlariga ko'ngil qo'yishgan va 7-osmonlarda uchib yurishibdi. Lekin buni o'zlari ham juda yaxshi bilishadiki, bu munosabatlar uzoqqa cho'zilmaydi va kelajakda buyuk yosh oila qurishi 100 dan nari borsa 10% teng. Ammo buni o'zlari ham bilsa, nega haligacha bu ishni qilishmoqda? Bilaman, bunga sabablar juda ko'p, lekin men buni eng tub sababiga tushib bordim. Va u quyidagicha. Mentalitet. Voy, shuncha sabab bo'la turib kelib shuni topdingmi deyishingiz mumkin. Ha, asosiy sabab shu. Bilamizki, Amerika, Yevropa mamlakatlarida o'smirlar bemalol uchrashib, munosabat qurib, parklarga borib, kinoteatrga tushib yuraverishadi. Va bu normal hol. U yerda hech kim, "Bu anonis bilan gaplashgan, men tegmayman yoki olmayman" demaydi. Kerak bo'lsa 10 tasi bilan uchrashaverib, boshqasi bilan turmush qurib ketaverishadi. Bizdachi, Xudo ko'rsatmasin, bir o'smir yigit bilan qiz 1 metr masofada gaplashib qolsa, "Voy, guldek qiz buzilibdi, ota-onasi tarbiya bermaganmi bunga? Mana bu yigitcha, o'zini opasi singlisi yo'qmi ekan buni?" deydi. Kechirasiz, jamiyatda bunaqa hol bo'lgandan keyin albatta yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda mahkuraviy tanishib munosabat qurishadi. Men hozir o'smirlar qilayotgan bu ishni qilmoqchi emasman. Shunchaki bunga sabab jamiyatimizda ham demoqchiman. Xo'sh, bunga yechim nima? Katta ehtimol bilan siz hozir ularning telefonlarini olib qo'yib, bo'sh vaqt qoldirmasdan o'qitish, ishlatish deysiz. Lekin men ko'rdim. Hattoki kuniga 15 soat dars aylaydigan bola ham bu munosabatlarni qurish uchun ijtimoiy tarmoqlarga vaqt topadi. Shunday ekan, ularni bu ishni qilmaslikka majburlash emas, aksincha, ruhlantirish. Ularni bu ishni qilmaslikka ruhlantirishimiz va unga qarshi qalblarida vijdon hosil qilishimiz lozim. "Obbo bola, juda o'tlab ketding-da" deyishingiz mumkin. Bilaman, bu tushunarsiz, lekin ish beradi. Ularni katta masala kutib turganda, bu o'tkinchi hissiyot ekanligini, bu vaqt o'ldirish ekanligini tushuntirishimiz lozim. Va men hozir o'z davrdoshlarimga yuzlanmoqchiman. Do'stim, siz kuniga bir qiz yoki yigit uchun ijtimoiy tarmoqda sarflayotgan 30 daqiqangiz ichida 20 kitob o'qib olasiz. Va kuniga qo'shimcha 20 kitob degani yiliga o'rtacha 30 ta kitob tugatishdir. Ko'ryapsiz-a, bu sarflayotgan vaqtingiz nimalarga qodir? Qaytarib aytaman. Bu o'ldirayotgan vaqtingiz juda qudratli. Faqat undan oqilona va buyuk maqsadlar yo'lida foydalansak-kan. Bu munosabatlar bo'lmaydi demayapman. Ular ham bo'ladi. Faqat o'z vaqt sotir, birodar.